Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana yangi videoda ko'rishib turibmiz. Bugungi mavzumiz juda ham ko'pchilik uchun foydali bo'ladigan, ayniqsa hozirgi content makerlar, umuman montaj sohasi bilan ishlaydiganlar uchun juda ham foydali video bo'ladi. Ya'ni bugungi mavzumiz mana bunday ko'rinishdagi videolarda pastda chiqib turadigan ushbu ko'rinishdagi subtitrlar, ya'ni yozuvlar haqida bo'ladi. Biz mana shunday subtitrlarni qo'lda emas, balki avtomatik ravishda bepul qanday qilib videomizga qo'yishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Va aslida juda ham bitta saytda bajarishimiz mumkin. Hech qanaqa bizdan to'lov yoki boshqa xizmatlar talab qilmaydi. Shunchaki videomizni joylagan holda unda mana bunday o'zbek tilida yoki boshqa tillardagi pastki yozuvlarni hosil qilishimiz mumkin. Va hozirgi kunda aynan videolarni, zamonaviy videolarda mana shunday yozuvlarga ega bo'lish juda ham muhim hisoblanadi. Bunda kichkina reels videolar yoki uzun videolar farqi yo'q, hammasi uchun ushbu ko'rinishdagi yozuvlarni qanday qilib hosil qilishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda demak Google brauzeriga kirib olamiz yoki boshqa brauzerga kirsak ham bo'ladi. Va bu yerdan ushbu Clipchamp, ya'ni mana Clipchamp deb yozib qidiramiz. Ko'rib turibsiz, Clipchamp sayti chiqadi bunday ko'rinishdagi. Mana bu yerda ham yozib qo'yilgan. Aynan Microsoft Clipchamp saytiga kirishimiz kerak bo'ladi. Va ustiga bosamiz. Va bu yerdan chiqqan oynadan Try for free ustiga bosamiz. Bizda demak mana bunday oyna chiqadi. Agar biz akkauntingiz bo'lmasa, mana bu yerga bosib bizdan akkauntdan ro'yxatdan o'tishni so'raydi. Mana bu holatda mana video qilib ko'rsataman. Demak, bizda mana bunaqa oyna chiqadi agar ro'yxatdan hali o'tmagan bo'lsak. Shuning uchun siz Google akkauntingizga o'zingiz orqali kirsangiz ro'yxatdan o'tishingiz osonroq bo'ladi. Yoki bo'lmasa boshqa mana elektron pochta orqali kirishingiz ham mumkin. Agar Google akkauntingiz bo'lmasa, mana bu video orqali qanday qilib Google akkaunt ochishni tanishib chiqishingiz mumkin. Shu orqali ham yangi akkaunt ochib, keyinchalik kirishingiz mumkin. Va menda mana akkaunt bor, shuning uchun продолжить через Google ustiga bosaman. Mana akkaunt nomi chiqadi. Shuni ustiga bosaman. Va продолжить bosib mana shu ko'rinishda demak ro'yxatdan o'tib olamiz. Endi esa bu yerdan mana bu yerda sozzat video yozib turibdi. Mana shu orqali biz o'z videolarimizga subtitr qo'ya olishimiz mumkin. Aynan mana shu siz pastda ko'rib turgan subtitrlarni ham mana shu sayt orqali amalga oshirganmiz. Demak, mana sozzat videoni bosamiz. Demak, rejimni tanlashimiz ham mumkin. Buni bizga ko'rsatyapti. Xohlasangiz oq, xohlasangiz qora rejimda ishlashingiz mumkin. Mana bu yerdan zakrit tugmasini bosib olamiz. Agar xohlasangiz ushbu yangiliklar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Xo'p, mana bizda sayt interfeysi ochildi. Bu montaj qilish uchun onlayn platforma desak ham bo'ladi. Bu yerga boshqa montaj ishlarini ham amalga oshirishimiz mumkin. Lekin bugungi mavzumiz bo'yicha faqat subtitrni ko'rib chiqamiz. Agar bu sayt sizga montaj qilish bo'yicha, montaj darslari qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib keting. Bu haqida ham batafsil video chiqaramiz. Demak, mana bu yerdan o'zimizni videomizni ushbu saytga tashlab olishimiz kerak. Buning uchun mana import multimedia ustiga bosamiz. Va bu yerdan o'zimizning videolarimiz joylashgan papkani ochib olamiz. Demak, mana o'zimizga xohlagan videolarni tashlab olishimiz mumkin. Xohlasak bitta video, xohlasak importni bosib, yana bir nechta videolarni tanlagan holda ham qo'shimcha demak tushirib olishimiz mumkin. Mana yana bitta videoni tashlab открыть tugmasini bosamiz. Mana bizda ikkita video hosil bo'ldi. Siz o'zingiz kerakligicha xohlagancha videolarni qo'yib olishingiz mumkin. Xo'p, demak mana olgan videolarimizni endi timeline oynasiga tashlaymiz. Mana pastdagi shu timeline oynasiga jo'natishimiz kerak. Bu yerda mana dasturning o'zi ham ko'rsatyapti. Bu yoqqa jo'nating degan ma'noda. Demak, videomizni olib bu yoqqa qo'yamiz. Hop,
Mana videomiz bu yerga tushdi. Mana oxirigacha qo'yilganligini tomosha qilib olamiz. Va endi buni videomizni qo'yib olganimizdan keyin mana bu yerdagi subtitr yozuv turibdi o'ng tarafda. Mana shuni ustiga bosamiz. Va bizda mana bu oyna chiqadi. Создайте автоматические субтитры с помощью ИИ. Demak sun'iy intellekt bizga subtitrlarni avtomatik ravishda qo'yib beradi. Bu yerdan попробовать ustiga bosamiz. Va bu yerdan kerakli o'zimizning tilimizni tanlab olamiz. Siz mana shuncha tildagi videolarga subtitr qo'yishingiz mumkin. Albatta bizda o'zbek tili bo'lgani uchun mana o'zbekskiyni tanlaymiz. Demak mana bu yozuv ustiga bosamiz. Va biroz kutganimizdan keyin mana 24 sekund, 16 sekund vaqt ichida bizga subtitrlarni hosil qilib beradi. Mana demak bir qancha vaqt ichida, minutlar ichida mana bu subtitr paydo bo'ldi. Buni endi tekshirib ko'rishimiz mumkin bosib. Mana bu yerda kichik holatda ushbu subtitr paydo bo'ldi. Agar qanaqadir xato ketib qolgan bo'lsa, so'zimizni noto'g'ri yozib qo'ygan bo'lsa, bularni bemalol to'g'rilashimiz ham mumkin. Mana o'ng tarafda chiqib turibdi. Shuni ustiga bosgan holda counter so'zi aslida control bo'lish kerak. Buni o'chirgan holda yozaylik. O'sha tugma nomi bo'lganligi uchun o'zida yozib qo'yganimiz ma'qul. Demak, mana shu orqali tahrirlab chiqishimiz mumkin agar qaysidir so'zlar noto'g'ri yozilgan bo'lsa. Va shundan keyin buni subtitrni tanlagan holda kattaligini o'zgartirishimiz mumkin. Mana juda ham mayda holatda turibdi. 32 qilib joyini ham o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni ko'rinarli qilish uchun teparoqqa olib qo'yamiz. Bundan tashqari rangini ham o'zimizga mos qilib mana bu yerdan o'zgartirsak bo'ladi. Kontur sifatida rang qo'ysak ham bo'ladi. Shuningdek, mana shriftlarni ham o'zgartirsak bo'ladi. Qaysi shrift yaxshiroq ko'rinsa, o'shani tanlashimiz ham bo'ladi. Shu tarzda demak mana yozuvimizga har qanday qo'shimcha o'zgarishlarni kiritsak bo'ladi. Endi yana mana tekshirib ko'rishimiz mumkin. Keyingi funksiya bu kontrolni bosgan holda sichqonchaning o'rtadagi roligini burash orqali biz slaydimizni kerakli holatda yaqin yoki uzoq qilishimiz mumkin. Bu orqali slaydimizni uzoqdan ko'rinish yoki yaqinroqdan qanaqa ko'rinishini bilib olishimiz mumkin. Mana bu yerda slayd so'zi site deb yozib ketilgan ekan. Shuni ham to'g'rilashimiz mumkin. Demak, shu orqali mana qanday xatolar bo'lsa tekshirib, joyini o'zgartirib, bemalol mana subtitrni avtomatik qo'yib olsak bo'ladi. Menimcha juda ham vaqtimizni tejab beradi bu ish. Endi esa bemalol ushbu videoni yuklab olishimiz mumkin. Buning uchun mana eksportirovat yozuv ustiga bosamiz. Va bu yerdan mana 720p razmerigacha bepul yuklab olishimiz mumkin. Agar yaxshiroq kачестводagi, yaxshiroq sifatli video bo'lish uchun esa podpiska bo'lishingiz kerak yoki mana 1080p ham HD kачество ham bepul ekan. Bemalol mana shuni yuklab olishimiz mumkin. Va mana shu 100% bo'lgandan keyin bizga ushbu video yuklangan holatda taqdim etiladi. Demak, mana videomiz hosil bo'ldi. Buni ustiga bir marta bosib, mana sketchet qilingan videolar ichidan ochib ko'rsak bo'ladi. Roligini burash orqali biz slaydimizni kerakli holatda yaqin yoki uzoq qilishimiz mumkin. Bu orqali bu kontrolni bosgan holda sichqonchaning o'rtadagi roligini burash orqali biz slaydimizni kerakli holatda yaqin yoki uzoq qilishimiz mumkin. Yana ko'rib chiqib, agar qanaqadir xatolari bo'lsa, ishimizni yana davom ettirishimiz mumkin. Ushbu video yana saqlanib qoladi saytda. Bu yerdan продолжить работу ni bosib,
yana qanaqadir xatoliklar ketgan bo'lsa o'zgarishlarni to'g'rilab xuddi boyagi ko'rinishda yana boshqatdan yuklab olishimiz ham mumkin. Demak, mana bu usul orqali biz videomizni yana ham sifatliroq, yaxshiroq ko'rinishga olib kelishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu imkoniyatlardan foydalanib ko'ring. Menimcha, ushbu saytning juda ham boshqa afzalliklari ham mavjud. Albatta, fikrlaringizni yozib qoldiring. Taklif va savollaringizni ko'rib chiqishga tayyormiz. E'tiboringiz uchun rahmat.